Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu, qadrli do'stlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kengashlarim birisida ayta, namoz ul jannat oshkishi. Ham boshqa bir hadisida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ayta, bo'lak bo'larak Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga butun yer yuzi namozga yaroqliq kelish bo'lak etildi. Ya'ni namozni yerning turli tabaqalarda, turli yerlarda o'qirga ruxsat etilgan. Ammo lekin bor ayrim o'rinlar, shu o'rinlarda namoz o'qirga tiyishsiz bo'lar deb keladi hadisda. Birinchisi, ol dayinda shuplik yerinde. Shuplik shakillik yerinde. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o yerda namoz o'qirga qo'shmagan. Ikkinchisi, ol ziratda. Zirat tirasida kishi ko'milgan, kishi jirlangan jirlikda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shulayok namoz o'qirga tiygan. Ham shulayok hayvon chalgan yerda da Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam namoz o'qidan shu jirlikda tiyib qolgan o'zining sahobalarin, o'quvchilarin ham har birimizni. Ham shulayok Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam munshoni da esga ola. Munshada namozni o'qimasqa deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qo'sha. Hem dağın bir o'rin ol dayında Ka'batullah istinde de Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam namoz o'qidan tiygan. Hem shulay Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yo'l ustida de namoz o'qirga qo'shmagan, chunki yo'l ustida namoz o'qiganda jirga qamashowliymiz deb keladi. Hem shulay bizning e'tiborimizni jalb etib namozlarimizni da bo'ldirga mumkin. Shunga ko'ra yo'l ustida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shulay namoz o'qirga qo'shmagan. Şu yerlerde ko'pmigina namoz o'qirga tilasagizda o'zingizni to'xtatasiz ham shista aro Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ruxsat etgan yerlarda, o'rinlarda, shista sof o'rinlarda namozlar bilan Alloh taolaga yaqinlashga intilik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. G'ibodatlarimiz, namozlarimiz Alloh bilsa qabul bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.